Assalomu alaykum, avtomobil ixlosmandi bo'lgan akalarimiz sizlarga bugun zo'r obzorlarni tayyorlab qo'ydi. Ya'ni talab va istaklarga binoan bo'lgan avtomobillarimizni sizlar uchun tayyor holatda hozirgi vaqtda ko'rib turganinglardek 2025 ga 26-yil bo'lgan BYD Song Plus Smart Drive hisoblanadi. Ushbu avtomobilimizni sizlarga общий xarakteristikasini yana bir marotaba eslatib o'tib ketamiz. Ya'ni nima mashina olishni bilmay yurgan akalarimizga shu videoni jo'natib qo'ysanglar ham oldindan like, podpiska va kommentariy yozishni unutmanglar. Akalar, tashqi dizayn tomonidan sizlarga bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turganinglardek Dragon Face ko'rinishidagi faralarimiz jihozlangan. Ya'ni BYD ning o'zidan chiqadigan faralar. Ushbu ko'rinish ancha-muncha mashinaga qaraganda juda ham chiroyli dizayn, vid va bagatelini berib turadi, ko'rib turganinglardek. Misol uchun men o'zim juda ham yaxshi ko'radigan modelimdan bittasi. Ya'ni BYD ning ichidagi. Ushbu avtomobilingizni ko'rib turganinglardek, diskalari o'zgargan. Ko'rib turibsizlar, anchagina aqlli diska, ya'ni chiroyli dizaynda chiqarilgan. Eski diskalar faqatgina mana shu xromiy detalga o'xshab chiqqan edi. Ya'ni bunga yana plaskoviy chiziqlar chizib, ancha chiroyiga ko'r qo'shilgan. Qo'shimchasiga yana kameralar o'rnatgan, ya'ni bekordan bekorga Smart Drive qilib ishlanmagan. Sababi yon tomoniga yana ikkita kamera qo'shilgan. Bu sizlarni полосу движения deysizlar, cruise control, слепой zona har tomonlama aqlli jihatdan, ya'ni minayotgan vaqtinglarda именно shu funksiyalar, shu kameralar bilan ishlab bemalol maza qilib minishinglar uchun. Bitta mana aylantirib sizlarga dizaynini ko'rsatamiz. Ko'rib turganinglarda har bitta bokovoyda ikkitadan kamera. Ko'rib turibsizlar, anchagina kamera jihatdan 360 kamerani umuman sizlarga muammosi yo'q. Yana qo'shimcha sizlarga ma'lumot 25-26 restyling bo'lgan Smart Drive avtomobillarimiz BYD yozuvlari yonadi. Ya'ni ko'rib turganinglardek BYD yozuvlari yonadi, ya'ni общий faralar bilan birga yonadi. Bu mashinaga juda ham chiroyli ko'rinishni beradi. Ko'rib turganinglardek anchagina chiroyli. Eski yozuvi ko'rgan bo'lsanglar, Build Your Dreams deb yozilgan edi, adashmasam. Unga qaraganda bu yozuv anchagina chiroyli bagatelini berib turadi. Ushbu avtomobilingiz EV, gibrid emas, EV ko'rinishidagi avtomobil hisoblanadi. Ya'ni BYD texnologiya, ya'ni BYD ning o'zidan chiqadigan model. Bagaj jihatini ham sizlarga bitta ko'rsatib o'tib ketamiz mashinamizni. Ko'rib turganinglardek, bagajimiz ham kichkina emas. Sizlarga bu mashinamizni xarid qilganingizda qo'shib beradigan narsalarimiz, poliklarimiz bor. Undan tashqari 7 kilovatli zaryadkalarimiz ham mavjud. 7 kilovat zaryadkadan tashqari sizlarga bu yoqda nasosniklar, spreylar, yana dvornik, qo'shimcha yana ikkita zaryadka ko'rib turganinglardek bor. Deyarli 3 ta zaryadka desak ham bo'ladi общий komplektatsiyada. Ya'ni shu avtomobilimizda общий sizlarga 3 ta zaryadka qo'shib berilyapti. Ushbu bagajimiz ham kichkina emas, yaxshigina kattaligi. Bemalol ko'p narsa sig'dirsanglar ham bo'ladi. Uzoq yo'lga ketayotganinglarda, chemodan deysizlarmi, boshqa hamma narsani bemalol sig'dirsanglar bo'ladi. Endi mashinamizni bitta ichki tarafini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, o'sha Champion, Song Plus chempionlar bilan почти bir xil. Ya'ni 24-yilda bu ko'rinish bo'lmagan. Ko'rinishi va tikilish jihatdan choklari ham, ya'ni mana rang kabinoviy bo'lmagan. Unda oranjeviy rangli ishlatilgan ko'p joyda. Mana ko'rib turganinglarda rullarimiz o'zgargan. Umuman boshqa rul, ya'ni eski BYDda mana bunaqa joyda xromoviy, mana bunaqa rangli, xromoviy detalli bo'lgan. Ya'ni bu mashinamizda hozirgi vaqtda 360 kamera, слепой zona va cruise control tizimlari, undan tashqari полоса движения har bitta knopkalari mavjud. Ko'rib turganinglarda juda ham chiroyli, bagati ko'rinishda mashinamizning ruli. Ya'ni bu multifunksionalli rul hisoblanadi. Yana mana bu yerda o'rtaga kelsanglar 15.6 zoomli kattagina ekranimiz sizlarni qamrab oladi. Ko'rib turganinglardek mashinaning ekrani umuman qotmasdan ishlaydi. Bu вообще zo'r ishlab beradi degani. Ko'rib turganinglardek nastroykalariga ham bemalol kirish chiqishi hamma narsasi qotmasdan zo'r ishlab beradi. Ya'ni bu versiyasi anchagina o'zgargan. Birinchi navbatda zoom kattalashgan bir razmerga. Undan tashqari ichki versiyalari ham anchagina aqlliylashtirilgan. Ko'rinish, dizayn jihatdan ham ko'rayotganinglarda ancha boshqa variant bo'lib chiqqan. Eski BYDlarda bunaqa bo'lmagan. Yana o'rta konsolga o'tadigan bo'lsa, bespроводный zaryadka, ya'ni 50 vatli. Ko'pchilik buni 50 kilovat deb o'ylagan, yo'q, 50 kilovat emas, 50 watt bo'ladi.
O'rta qatorimizda mana skorsimiz ko'rib turibsiz, xromli detal, avariyniy chiroqlarimiz va avtoparkovka ko'rib turganingizda avtoparkovka funksiyasi mavjud. Bu avtoparkovka ishlaydi. Bundan tashqari avtohold tizimlari ham bor. Har bitta mana shu qo'yilgan funksiyalari bu yerda ishlaydi akalar. Ko'rib turganingizda modlari bor, ya'ni rejim. Har bitta rejimi ham bor. Yana sizlarga yana bitta qo'shimcha ma'lumot. Ko'rib turganingiz snow file, ya'ni bu qorda yurish uchun mo'ljallangan rejim. Eco, normal, sport va snowfield. Ko'rib turganingizda anchagina aqlli. So'ng plus chempion avtomobilimizni qatdan xarid qilishni bilasizlar. Ko'rib turganingizda ushbu avtomobilimizni bozorda ham, avtosalonlarda ham 29500 dollardan boshlab 30500 dollargacha xarid qilsanglar bo'ladi. Hozirgi vaqtda bizning avtomobilimiz 30500 dollar narx bilan narxlangan. Ya'ni buning ichiga nima kiradi? 1 yillik garantiya, qo'shimcha bonuslar, orqa tomoningizga tonirovka, polik va hamda to'liq zaryadka bilan chiroyli holatda sizlarga bonuslar bilan chiqarib beramiz. BYD Sun Plus chempionimizning bitta oq rangi emas, ko'rib turganingizda 3 xil rangimiz bor. Ya'ni qora rangi va nardagirey ranglari ham mavjud. Nardagirey rangimizda atigi bir dona qoldi, ulgurib qolsanglar bo'ladi. Qora rangimizdan ham bor, oq rangimizdan ham bor. Lekin ushbu avtomobilda ham soni chegaralangan, esdan chiqarmanglar. Garantiyalar bilan, qo'shimcha bonuslar bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Kimga murojaat qilishni bilasizlar, pastda nomerlar qoldiramiz, Telegramga murojaat qilinglar. Telefon ko'tarmasa agar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizlar bilan BBA Cars avtosalonini kutib qolamiz. Hammangizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.